ikkinchi guruh nogironiman. Men senga bunaqa narsalarga o'rgatmadim deb aytdilar. Shu meni davolanishimga menga yordam berar ekan. Foydali narsa o'zimga o'xshagan nogironlarga o'rgatsam degandim. Meni o'sha ustozim aytgancha ularga bu narsani ko'rsatsam, men senga bunaqa narsalarga o'rgatmadim deb aytdilar. Chunki menga o'sha ishlash mumkin emasligi uchun qo'l mehnati uyda foydasi asabni tinchlantiradi. Meni именно o'sha mash kasal bo'yicha shu meni davolanishimga menga yordam berar ekan. Bu o'sha asab tizimiga, shu ensefalopatiya kasalliklariga, yana boshqa miya kasalliklariga, ham o'simta bo'lsa so'rilib ketishiga, o'sha orqali ham guruhga chiqishyapti. Boshqa ichki organlariga ko'pincha asab tizimiga bog'liq ekan. Shunga bu juda ham foydali narsa ekan. Menga o'xshagan kasallar ko'p. O'sha bir guruh bo'lsak, keyinchalik shu narsamizni sotsak, odamlar bizani tanisa, mandan bir narsaga o'rgansa, yana bir yo'nalishini yoki uyda a'zolarini yana o'rgatishi mumkin. To'garak qilib o'zimga ham menga ham foyda, ham ularga ham foyda.